Mana aka boqishni davom ettiramiz. Bular hali ham yeb yotibdi. Soat 4:30da chiqargandim. Lekin to'g'risini aytaman 4:30da issiq ekan juda. U yoqdan bu yoqqa yugurdi, boshqa qildi, xullas hech narsa yemadi. Hozir soat 6:27. Yeyishga qarang bularni g'ichir-g'ichir. Aytishlaringiz mumkin, men nimaga bunday bidaga boqyapman, o'zing aytganding unday bidaga hech narsa bo'lmaydi deb. Aytishlaringiz mumkin. Men aytaman. Hozir hozir bug'doy ham pishgani yo'q, boshqa yemishlar ham pishgani yo'q, to'g'risi aytaman. Shuning uchun salgina ekonom qilgan holda beda berishga majburmiz. Mana shunaqa gaplar. Agar qo'ylar haqida qanday muammolaringiz bo'lsa, qanday savolalaringiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiringizlar. Men iloji boricha javob beraman.